O'zbekistonda ham xuddi shunaqa joylar qurilishi kerak. Sababi videoni oxirigacha ko'ring, tushuntirib o'taman. Bu ko'rib turgan joylaring dam olish maskani, ya'ni siz biror shaharga ketayotgan bo'lsangiz, bunaqa joyda to'xtab o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda shart-sharoitlarni tanishtirib o'taman. Bu yerda ovqatlanish uchun sharoitlar bor, undan tashqari magazin, do'kon, kofe shoplar ham bor va bepul tualet. Ya'ni Koreyada pulli tualet yo'q. Undan tashqari Wi-Fi, chekish joyi, kerak bo'lsa bu yerda mehmonxonasi ham bor, o'ziga yarasha mehmonxona, yotib bir kun yotib dam olsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari bir kunlik bepul parkovka mana. Hammasi mana shu yerlar pulli bepul parkovka. Undan tashqari siz mashinangizga ona bu yerda benzin quyib olsangiz bo'ladi. Undan yonidagi gaz zapravka. Bu yerda moyka qilasiz. Bu yoqda ko'rdim, elektromobil bo'lsa, elektromobillarni quvvatlash, zaryadka qilish joylari bor. O'zbekistondagi mashhur kesiladi. Oxirgi kesiladi hozirgi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.